Voy, nima qilib yotibsiz bu yerda? Ertaga aytib berayotgandim. O'tirib etsa bo'lmaydimi? Endi uxlatmoqchi edim-da. Voy, nemini chochini o'rib qo'ydingiz? Qanaqa jinni odam uxlab yotgan bolani chochini o'riydi? Uxlashdan oldin sochini ham o'riydimi? Bolaga qarashni bilasizmi o'zi? Nimaga bu pijamani kiymagan? Menga qara. Nima? Tushunmadim, nima bo'pti bu yoqda? Mana buni qarang. Sochini o'rib qo'yibdi. Nimaga bunga pul to'layapsiz? Bolaga qarashni bilmaydi-yu. Boshi og'riydi o'rib qo'ysa. Nimaga pijama kiymagan bola? Menga qara, o'zingni bos, to'ringni tushir. Sal o'zingda bo'lgin. Sen bor bolangga qara. Nima o'zim tushiraman? Adama o'zim aytdim. Sochimni o'rib qo'ying deb. Qizim, sen bor, bo'yin yoniga bor. Pijamani kiyib ol.